Assalomu alaykum. 12-martdamiz. Mana Peshku limonchilik maktabida ekilgan qalamchalarni nazoratini olyapmiz. Ko'chatlardan ochib xabar ham olib turish kerak bo'ladi-da, doimiy ravishda buni yopib qo'yib, mana xabarsiz qoldirmaslik kerak bo'ladi. Shularni inobatga olib, mana ko'chatzorimiz Xudo xolasa ko'chatlarni bugun namlaymiz. O'sha ko'chat qilmoqchi bo'lgan o'rtoqlarga aytamiz. Buni sifatli qilish kerak ishni. Mana shlanglarimiz bor suv sepishga. Kerak bo'lsa suvlarni ham sepib o'z vaqtida xabar olib turamiz. Maqsad nimada ketadi? Maqsad ishni samaradorligida. Mana kurtak o'tishni boshlagan ko'chatlarimiz Xudo xolasa bir haftada kurtaklar ko'zga tashlanib qoladi. Shuning uchun faqatgina ishni sifatli tashkil qilishga e'tibor berish kerak bo'ladi. Mana shuncha joyda ekkanmiz. Ko'chatlarimiz mana bu yoqda ham bor. Bundan tashqari mana bularni masalan bir polimizni 3ga bo'lgan holatida ish olib boramiz. Mana bu yoqda esa o'sha bir yo'lchar ko'chatlarimiz qaytib ekilgan. Nimaga qaytib ekilgan? O'sha ustozimiz, rahbarimiz chorakam aytganlaridek, mana ko'chatlarni qaytib ekamizda, keyin bularni o'sha Peshku limonchilik maktabida aslida mavjud bo'lgan usul 40 ga yoki 30 ga 60 qilib boraligini, keyin bularni tarbiyalaymizda bu ko'chatlar bir yilning o'zida hosil beradi. E'tiborlar uchun rahmat.